Ilovani qanday yangilashni ko'rib chiqamiz. Bir xbet ilovasiga kiramiz. Ilova yangilanishini so'rayapti. Yangi versiya mavjud ekan. Qani, avval nima yangiliklar borligini ko'rib chiqamiz. Yangilanishda ishlashi optimallashtirilib, kichik xatolar tuzatilgani aytilgan. Bu yaxshi yangilik. Yopiq tugmasini bosib, yangiliklar oynasini yopamiz. Endi yangilash tugmasini bosamiz. Yangilanish fayli internet orqali yuklanib bo'lishini kutamiz. Yuklab olish jarayoni davom etmoqda. Yuklab olish tugagach, o'rnatishga ruxsat beramiz. Yangilash tugmasini bosamiz. Ilovaning o'rnatilishi kutilmoqda. Ilova eskisining ustidan yangilanadi. Ilova muvaffaqiyatli o'rnatildi. Tayyor tugmasini bosamiz. Yana ilovaga kiramiz. Mana, yangilangan bir xbet ilovasi muvaffaqiyatli ochildi. Barcha optimallashtirishlar amalga oshdi. Endi kerakli bo'limga o'tib, o'yinni davom ettirishingiz mumkin. Bizning kanalga obuna bo'lishni va like kommentariya qoldirishni unutmang. Savollarni izohlarda yozib qoldiring. Qanaqa videolar chiqarishimizni istashingizni ham yozib qoldiring.